Anifanus jamoasi sizlar uchun ajoyib animelarni taqdim etadi. Qo'shilinglar va maza qilib anime ko'ringlar. Anifanus taqdim etadi. Mana qizcham Samoviy ofat. Ruhi. Ustoz, Vazifani bajardingmi? ustoz. Men afsuski yengildim. Ularni tayyorgarligi senikidan yaxshimi? Yoki sen topshiriqni bajarging kelmadimi? Aslo yo'q. Kel o'ylab ko'ramiz. Sen ular bilan allaqachon gaplashding va meni qotilligimni buzding. Hech qachon. Aslo men sizga umuman xiyonat qilmayman. Menga hammasi ma'lum. Maktabdagi tozalovchini eslaysanmi? Sen niqoblab olganmiding? Qancha qulay edi shogirdlarim ruhini ichish va ularni qilayotgan ishini ham bilish. Masalan, sana la'nati sotqinliging. Sassiq chol. Bu sichqon mushuk o'yin ancha yaxshi bo'ldi va bizning aloqalarimizni ajoyib yakunlanishi. Bu xanjarni qayerdan olding? Ha, Muze. Liner uni tanladi. Bu muhrlangan ruhiy qurol. Unda ajdarning yuragi bor. Afsonaga ko'ra, bir kishi kulfat keltiruvchi ajdarni o'ldirgan va uni yuragini shu xanjarga muhrlagan. Bu xanjardagi ajdar qoni judayam vayronkor hisoblanadi. Ajdar yuragi, ajdar qoni. Liner, tarixni juda yaxshi bilasan-a? Men bu dunyoda juda ko'p vaqt bo'ldim va ko'p narsalarni eshitdim. Hojam, bu ajdarni o'ldirgan odam Li Shanxi bo'lgan. Mana endi bilaman. Qimmatbaho xanjar. Agar men ajdarni chiqara olsam, ana qo'rqoq qochib ketadi. Asl ajdaho bu Yaogay. Juda ko'p maxluqlar insonlarning dushmani. Agar hojam uni qo'yib yuboradigan bo'lsa, qo'rqamanki, muammo yanada kattalashishi mumkin. Va men hatto uni qanday qo'yib yuborishni ham bilmayman. Demak, unaqada bundan foyda ham yo'q ekanda. Ha, shunaqaroq. Yo'q, u shundoq ham juda ham foydali. Uni texnikasi juda ham yaxshi. Energiyangizni yo'naltirib ko'ring va natijasini ko'rasiz. Ko'ramiz.
U ko'payarkan. Xuddi 3 tomchi suvdek. Aniqrog'i bu yerda 3 ta tana bor. Men kuchli bo'lishimga qaramay, uni aslini ko'rmayapman. Bu axir zo'r-ku. Aytgandek, inson, sen quvvatingdan osongina foydalanyapsanmi? Aha, hammasi linear sharofati bilan. Bu sassiqchol havasini bilarkan. Boshqa vaqtimiz qolmadi. Ruhi harakatni boshlabdi. Olg'a. Inson, buni qila olishimizga ishonasanmi? Bu qariya bilan jang qilish. Albatta. Bu senga. Menga nima bo'lishidan qat'iy nazar tirik qolishga va'da ber. O'lma. Muzi. Nima bo'lgan taqdirda ham men seni himoya qilaman. Hojam. Sassiqchol, anchadan beri meni o'ldirmoqchi bo'lib yurganmiding? Albatta. Agarda sen yadroni to'liq bo'lg'iga kirganingda, men seni boshqarolmagan bo'lar edim. Sen buni meni qabul qilishdan oldin rejalashtirgansan. Xo'sh, nima qilibdi? O'sha vaqtdan beri aldaydigan gapim menda yo'q. Men seni talantingni ko'rganimda, seni o'zim o'stirish uchun olgan edim. Yadroni to'liq bo'limiga kirishing uchun. La'nati. U juda ham kuchli. Biz uni yenga olmaymiz. Biz birgalikda harakat qilishimiz kerak. Bu muvaffaqiyatimiz kaliti. O'ylashimcha o'xshaydi. Bilmadim-u. Lekin yomon narsani his qilyapman. Yo'q. Ro'yishga bo'la qol. Tezroq. Bu harakatlaring bilan meni o'zingga qiziqtiryapsan. Xo'sh, men qochib keta olmayman ekan. Demak, menga faqat jang qilish qolyapti. Menga qarshi umuman imkoniyating yo'q. Ana endi esa energiyani menga ber. Asbob yetsan. Inson. Bo'linish yomonmas. Bu shunchaki bo'linish emas. Menga farqi yo'q. Sen shu yerda ekansan. Men hammani o'ldiraman. Qonli qo'llar. Ruye, Muzi, birgalikda hujum qilamiz. Va nihoyat meni foydam tegadi. Sassiqchol, unda zaif tomoni bormikin? Birgalikda hujum qilamiz. Sizlarni harakatingizga lol qoldim. Bunchalik zo'rmas lekin. Befoydasiz qo'llar. Yadro darajasiga sizga hali bor. Blin olovi. Yekuray, blin. Sizlarni kuchlaring foydasiz.
judayam kuchli. Lol qolish kerak. Ajdarxonaga nima derkan? Sinab ko'ramiz. Tugatish vaqti keldi. Yotinglar va o'linglar. Hozir. Qari qarg'a. Biz shunchaki o'lib ketmaymiz. Yo'q bo'l. Inson, axir bu O'xshadi. Qariya, o'z o'limingni qabul et. Ovoz berildi Nifan proyekti uchun 2022-yil. Ovoz berdi Kristal va Irene. Bizni tanlaganingizdan xursandmiz. Yana ko'rishguncha, do'stlar. 下雨会染红窗外街景，零散的光影，空白的心情，也没人陪着我直到天明。风过轻轻，侧耳倾听，能不能听到你心跳的声音？任着风吹散长发，随它空中飘逸。细雨下不停，点点滴落在心里。瓶中的白色蔷薇，侧身微微吹起，孤独的拒绝凋零。来吧，浩一，和我一起去到那个没有寂寞和悲伤、绚丽斑斓的异世界吧。准备好修仙了吗？今天就要开始双修了。放马过来吧！有请李师傅。不是吧？和李师傅怎么修啊？别犹豫了，快上！到底该怎么做呀？照着他做。腾讯动漫 APP， 对，腾讯动漫 APP， 玄幻、恋爱、推理，你想要的它都有。初次见面，男人的情谊从那刻开始。修仙嘛，这位道友，开始就往奇怪的方向去爱了。起波澜，不经意的微笑，爱已沉沦。大腰子，刚烤的，沉沦的是肾好吗？情定双修，让你的温度融化在指尖。这是哪门子的双修啊？放手啊，李师傅！背着我找别人双修来了，想上天？不是，我还没。腾讯动漫，修仙的同学都在看。风夕，我想过了，果然你还是想要双修的，对吧？看了你手机腾讯动漫 APP 的收藏夹，什么的？双修的漫画怎么会这么多？因为腾讯动漫海量漫画热门良心推荐呐！为什么每一部都看到了最新话？因为更新会推送，无法落下任何一集呀！为什么还会评论、吐槽、转发案例呀？因为评论、吐槽、转发案例功能都太方便了。既然你这么熟练，我们现在就开始吧。哦，为什么会有奇怪的画面出现了呀？那个小道士想和你双修，好啊，多棒啊！你去吧。听我讲。腾讯动漫，爱双修的都在看。